Mashinangiz nomeri nechi? 234. 234. Mana bu 3 ta Cobalt bor ekanda, bitta yollamachi turgani bor ekan. Mashinasiga qarachi 234 past. O'lchamiz. Xo'p aka, xo'p. Rahmat, Alloh uchun. Xo'p, mana Xudo xolisa ochib oldi. Bismillahirrohmanirrohim. Aparat bor. Pultni ochib yuborsizlar, pultni. Zaradkasi o'tirib qoldi sizdan oldingi mashinaga. Deb turing. Ochildi. Bo'lsa. Ha, zaradga qo'yib yurish kerak edi. Bittada endi 2-3 ta qilib qo'yishimiz kerak, mana bunaqa bo'lmasligi uchun. Yana u o'tirib qolsa ham simni zavat qilamiz, mana zapas qilib qo'yganmiz. Undan ko'ra mana bu prochniy o'zi, oke? Просто ana bir xil o'shandaqa bering deb qoladi-da. Mana bular injiran, Qaysi? Ha, bularga kerak lekin. Bunda ulasangiz ham noto'g'ri tushunadilar. Deydi, ana aparatingiz yo'q ekan, ne deydi?